Bismillahirrahmanirrahim. Balalar üçün dini ta'lim-tarbiyaning ahamiyati. Farzand tarbiyalash tajribalari shuni isbotlaydi-ki, go'zal axloq va to'g'ri harakatning eng yaxshi usuli diniy e'tiqodni asos qilgan tarbiyadir. Salaf solihlar tarbiyachi va ota-onalarga balalarni kichkidan tartibli islomiy tarbiyalash haqida ko'p tavsiyalarni qilgan. Chunki islomiy tarbiya balalarning harakatini tuzitib, ularni yaxshi ishlarni qilishga odatlantiradi va fazilatlik bo'lishga undaydi. Shunglashqa hammamiz balalarimizga Allohning dinini mubolag'a qilishdan yiroq va to'g'ri shaklda o'rgatish uchun qattiq tirishishimiz hamda bizning haqiqiy dinimiz bilan zid bo'lmagan turlik madaniyat omillaridan imkon qadar to'g'ri foydalanishimiz kerak. Muvofiq yetaklash balalarning o'z tushanchisini aniq va sistemalik shakllantirishga yordam beradi. Shunglashqa ko'zlagan nishonga yetish uchun eng yaxshi va eng muvaffaqiyat usullarni qo'llanish kerak. Tövende bir qancha usullarni tanishtirib o'tamiz. Birinchi, aq ko'ngil va yiqishliq pozitsiya orqali balalarga Allohning nomini zikr qilib bering. Yana muhabbat va umidning ma'nosini ta'kidlab, Allohning uni yaxshi ko'radiganligi va yaxshi amal qilsa uni jannatga elib kiradiganligini bildiring. Güdeklik yashida Allohning zikri rahimsizlik va qo'pollik bilan o'rgatilishi yaxshi emas. Shunglashqa bu chaqlarda Allohning g'azabi, azobi va do'zax haqida ko'p so'zlamaslik lozim. Agar birarsi buni tilga olsa, bu Allohga itoat qilmagan kofirlarga bo'lgan g'azab deb tushuntirib qo'yish kerak. Ikkinchi, balalarni mahluqotlarning go'zalligini tushunishga yetaklang va ularga yaratquchining ulug'ligi va qudratini his qildiring. Uchinchi, balalarga atrofidagi kishilarning uni suydiganligini his qildiring. Shundala u boshqalarni va Allohni suydi. Chunki Allohni uni yaxshi ko'radi va butkul koinotni uningga bo'ysundirib beradi. To'rtinchi, balalarning erkinligini foydasiz cheklamalar bilan bo'g'ib qo'ymang. Tabiiy o'sishga yo'l qo'ying. Balalarning erkinligini foydasiz cheklamalar bilan bo'g'ib qo'ymang. Tabiiy o'sishga yo'l qo'ying. 5. Balalarga adab axloq o'rgating. Uni rahimdillik, hamkorlik, so'zlash va anglash adablariga ko'ndiring. Yaxshi ulgu bo'lish orqali islom g'oyasini yetildiring. 6. Qulay fursatdan foydalanib, balalarni navbatdagi voqealar orqali oqilona usulda yetaklab, yaxshilikni yaxshi ko'rsating va yomonlikdan yiroqlashtiring. Buningdan boshqa balalarning har qanday o'y-fikrlari va savollarga sal qaramang. Balalarga ochiq pozitsiya bilan yosh va bilish saviyasiga asosan to'g'ri va aniq javob berishga tirishing. Bu balalarga o'z qimmat qarshini turg'izish, go'zal axloq yetildirish va xato harakatini o'zgartirishga zo'r yordam beradi. 7. Balalarni biz amal qilib kelayotgan islom an'anasiga ko'ndirish uchun amaliy harakatingiz orqali ulgu bo'ling. Masalan, yemak-ichmak axloqi, mashina haydash qoidasi qatorliq prinsiplarga avval o'zingiz amal qiling. Amaliy harakatingiz orqali islomning eng yaxshi ulgusini ko'rsatib bering. Balalarni islom axloqi va prinsiplari uchun o'zini bag'ishlashga ilhomlantiring. Chunki islom axloqi va prinsiplari jamiyatni isloh qiladi. Taraqqiyot va madaniyatning eng yaxshi natijasidan bahramand qiladi. Uningdan boshqa pokizlik, omonatdorlik, samimiylik va muhabbat qatorliq islom ta'limotlarini singdiring. Shundala ular o'zi va jamiyati uchun foydali ishlarni o'ylashga odatlandida, yaxshilik uning ichidagi tabiatiga aylanib ketadi. 8. Mayli dini yoki real to'qilma bo'lsin, ahamiyatli hikoyalarni aytib, balalaringizni ko'ngildagidek hayot bilan ta'minlang. Bu xil hikoyalar ularni qaysar bo'lishga va noto'g'ri ishlardan yiroq turishga ilhomlantiradi.
islom tashabbus qilgan g'oya va isl axloqi bo'lgan muhabbatni urg'utadi. Hikoyalarni dramatik va vakillik xarakterida aytib, uningdagi yuzilnish va qimmat qarashlarni gavdlantiring. Chunki hikoya aytib berishdan maqsad ko'ngil etishlar emas, balki foydali narsalarni o'g'itish. 9. Balalarga bo'lgan yetakchiligingiz cho'qim Allohning kitobi, payg'ambarning sunnatini manba qilgan bo'lsin. Balalarga bu nuqtani his qildiring. Shundala balalar Allohga itoat qilishga odatlanib, uning payg'ambariga ergashidi va shu asosda cho'ng bo'ladi. 10. Balalarning diniy tarbiyasida cho'qim o'tirhal yo'l tuting. Ular ko'tarolmaydigan yukni ortmang. Chunki islom murassa va o'tirhallik dini. Payg'ambar alayhissalom ikki ishning orasida qolsa, gunoh bo'lmasa, ikki ishning eng aslini tanlaydi. O'yin va qiziqarli ishlarning bolalar dunyosi ekanligini unutib qolmang. Bolalarning tabiiy va jismoniy taraqqiyotiga foydasiz yukni ortib, ularni charchitib qo'ymang. Ularga bek ko'p oqibat va to'salg'ularni elib kelib, bolalarni asosiy ehtiyojini qondira olmaydigan holga keltirib qo'ymang. Shuni unutmangki, haddidan ziyoda axloq o'lchimi va qattiq tanqidlash, to'xtab qilish va passivlikni, hatto gunohkorlik tuyg'usini keltirib chiqaradi. 11. Bolalar cho'nglarning uda arilishiga uchirmaslik kerak. Ammo cho'nglar ularga faoliyat o'rnashtirib berish kerak. Shunday bo'lganda ular o'zlarining qobiliyati va atrofdagi muhitni tushunish bo'yicha izlanadi. Cho'nglar ularning savoliga qulaylik javob berishga tirishishi va ular javob bera oladigan qiziqarli savollarni so'rab berish kerak. Bularning hammasi ularning izlanishiga bo'lgan qiziqishini yetildirish, iqtidorini yuqori ko'tarishga yordam beradi. Bundaq qilish jarayonida yaxshi ulgu bo'lish va muvofiq sohalarda yaxshi yetaklash bilan axloq, tartib saqlash, pokizlik, vazifa va mas'uliyatni ado qilish qatorliqlarga odatlantirish kerak. 12. Bolalarni doim ilhomlantirib turing. Buning ularga nisbatan ta'siri intayin yaxshi bo'lib, ularni butun kuchi bilan ko'ngildagidek harakat qilishga qiziqtiradi. Tadqiqotda ko'rsatilishicha, bolalarning harakatini muhabbat va mukofotni asos qilgan holda kontrol qilish va yetaklash qancha ko'p bo'lsa, bolalar shuncha to'g'ri harakat qila oladi. Savrchan va tamkin bo'lib, bolalarning huquq va majburiyatini, nimaning to'g'ri emasligini tushunishga yordam bering. Shuning bilan bir vaqtda o'zini tutib olish, bo'zak bo'lmaslikni o'rgatib, izzat, hurmati va bir kishilik o'rni bor ekanligini his qildiring. 13. Qur'oni Karimga bo'lgan muhabbat va hurmatni bolalarning qalbiga oson va jalb qilarlik usulda singdiring. Bolalar Qur'oni Karimning muqaddasligi va buyruqlariga amal qilish kerakligini his qilsin. Agar bolangiz Qur'oni Karimni tilovat qilishni yaxshi o'rgangan bo'lsa, farishtalarning darajasiga erishganligini biladi. Qur'oni Karimga hurmat qilish, istiaza, bismillah va Qur'oni Karimni adab bilan anglash qatorliq Qur'oni Karimni tilovat qilish axloqiga odatlantiring. Bularning hammasi islomiy muhit, islomiy hukm va islomiy prinsipda yashash orqali amalga oshadi. Oxirida deydiganim, angliq musulmon yetishtirib chiqish uchun ota-onalar aktiv va angliq holda puxta qadam tashlab menish kerak. Abduri Xavla Dervish.